Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, hurmatli vatandoshlar va biz el uchun xayriya fondini doim kuzatib va doim qo'llab kelayotgan aziz obunachilar. Mana alhamdulillah 2025-yilning Qurbon hayitiga ham kelib oldik va biz el uchun xayriya fondi a'zolari bugungi kunda bayramona kayfiyatda. Nafaqat ko'chada yurgan bolajonlar, balki uylarida o'tirgan bir so'z bilan aytganda nogiron bolajonlarni xursand qilishlik uchun bismillah deb yo'lga chiqdik va ziyoratlarimizni eng avvalini inshaalloh mana bu xonadondan boshlaymiz. Mohlaroy singlimizni oldiga keldik. O'ylaymizki, Mohlaroy bizni tashrifimizdan juda ham xursand bo'ladi. Inshaalloh qani billa kiramiz. Assalomu alaykum. Hoji xolalar yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Tuzimisizlar? Hayitlar muborak bo'lsin. Mohlaroy yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Mohlaroy, sizni hayit bilan tabriklagani keldik. Biz qarangchi, bizni oramizda kim yo'q? Kim yo'q bizni oramizda? Mohlaroy, kim yo'q? Kim yo'q bizni oramizda? Mana qarang. Mana chaqiraylikmi? Kesinmi? Tanidingizmi buni? Bu kim bu? Qani? Bu kim bu? Kim bu? Kesinmi? Chaqiraylik a? Mickey Mouse chaqiringlar, bu yoqqa kirib qo'ysa bitta. Qarangchi, qarang. O ana keldi. Ana keldi. O ana Mickey Mouse keldi. Mana bega o'tiring. Yoni. Allohim tinchlik, omonlik, xotirjamlik, yaxshilik kunlar bo'lsin. Bugungi hayit hammalarga muborak bo'lsin, o'g'lim. Hammalardan joninglar sog' bo'lsin. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqa qilib qizimizni xursand qilgani kelibsizlar. Allohim hammalarga yaxshilik kunlarini bersin. Hammalar qo'shganinglar bilan qo'sha qaringlar. Aziz qilib, hurmat qilib kelganinglar uchun hammalarga katta rahmat. Hammalar sog' salomat bo'linglar, hamisha omadinglarni bersin Allohim. Hoji xolalar hayitlarni yaxshi o'tkazinglar. Mohlaroy, mana 4 ta buvalarga aytasiz, kesib beradi, xo'p? Ashaga qo'ying. Shu o'rinda hoji xolalarga ham, kamera ortidagilarga ham aytib qo'yadigan narsamiz. Ba'zida ziyoratlar qilinadi ehtiyoji bo'lgan oilalarga. Masalan, produktdan, boshqa narsalardan ehtiyoji bo'lgan oilalarga ziyorat qilinadi. Mana bu hayit kunlari o'tganda opamiz bilan gaplashdik. Alhamdulillah hamma yo'g'imiz bor, kamchiligimiz yo'q, ammo mashq qizni xursandchiligi uchun kelinglar deb aytdi. Haqiqatda o'tgan hayitga ba'zi bir sabablarga ko'ra kelmay qolibmiz. Kechgacha kutibdi. Mana shularni xursandchiligi uchun bugun keldik. Alloh taolo doim xursand qilsin. Hoji xolalar, yana bir bor hayitlar muborak bo'lsin. Muhammad. Assalomu alaykum. Xola yaxshimisiz? Hayitlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. To'g'ri ko'rishmadik. Farzona qiz, qandaysiz? Hayitingiz bilan yaxshimisiz? Qani, mana ko'ring. Haz ko'rishing. Qani, Mickey Mouse tavasi mana ham beringchi Farzona qizga. Mana atay sizga olib keldi. Xo'pmi? O'ynaysiz a? Mana tortni ham yeysizlar, xo'pmi? Bo'ldi, men olib qolaman. Mana bu Farzona qizniki, nariga qori bolaniki mana. Ömrüler uzun, rızkılar ulu olsun. Rızkılarga, nefsilerge Allah bereketler versin. Şu güzellerge ketsinler sizlerden, Allah özü razı bulsun. Allah verdiler. Rahmet kelganilarga Xudoyim. Rahmat kel hamara. Rahmat qo'la. Tamza, yaxshi qolinglar a? Bo'pman. Xayr. Voh. Xayr. Ruqiya kim? Yasmina, Ruqiya, qaysi biri katta? O'tira olmaydimi? Voy, mashallah. Bitta yostiq olib chiqib yotqizaylikmi? Momo qizlar. Qani,
sekin ko'rishaylikchi. Yasmina qizmi bu? Ruhiya qiz, bu Yasmina qiz, ha? Qiz, qandaysiz? Xudo yaxshimisizlar? Hayitlar muborak bo'lsin. Shunday yaxshi. Hayitliga. Bu hayitlik muborak bo'lsin. Siz yaxshimisiz? Hammasi gaplashaveramiz. Seni hala. Hayit munosabati bilan Toshkent shahridagi jajji bolajonlarda faoliyat jihatidan imkoniyati cheklangan bolalarni ziyorat qilib yuribmiz. Ko'rdik, qizlarni xursand bo'ldik. Alloh taolo bugungi kuningizda xursandchilikda va qolgan hayotingizda ham xursandchilikda qilsin. Qani, Hasanboy, Husanboy. Navbatdagi bolajonlarni ziyoratimiz Hasanboy va Husanboy. Biz el uchun xayriya fondining a'zolaridan hisoblanadi, chunki juda ko'p yillardan beri kelib gaplashib turamiz, suhbatlashib turamiz. Suhbatlarimiz qachon kelganimizda inshaalloh maroqli bo'ladi. Bugungi suhbatimiz ham juda ham maroqli bo'ladi deb o'ylaymiz. Hasanboy, Husanboy. Assalomu alaykum. Meni jigarlarim. Qandaysiz? Yaxshi, rahmat. Bormisiz? Borman. Sog'intirib tashladingiz-ku. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'lib ketdi. Assalomu alaykum. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'lib ketdi. Alhamdulillah. Ilohim tan joningizlar sog' bo'lsin. Orzuingizga yetib yuringlar. Allohim bizni xabaringizlar. Allohim sizlarni xabarlasin. Allohu akbar. Ajoyib birodarlar. Bu Husanboy ukamiz. Hasanboy ham bor, hozir chiqyapti. Ajoyib kallali, ajoyib fikrli bola, mashaalloh. Biz siz bilan gaplashib maza qilamiz. Hasanboy qori, qandaysiz? Ko'rishaylikmi? Assalomu alaykum. Oldin ham ko'rishganmiz. Oldin ham ko'rishganmiz-ku. Biz gaplashganmiz, ko'p gaplashganmiz. Hayitlarni yaxshi o'tkazyapsizlarmi? Yaxshi o'tkazyapmiz. Ertaga Xudo xolasa Adirda bo'laman. Inshaalloh. Bu amalda bo'laman. Mashaalloh. Kayfiyat qanday kayfiyat? Kayfiyat Zo'r. Men sizni xijolat Zo'r. qilaman bugun. Nimagami? Nimaga? Boylar chiqib qoldi-yu. Nimaga unaqa deyapti dedim. Katta bo'lganda mo'yloqlar chiqib qoladi-da, mana shunaqa bo'lib. Men ishlash niyatim bor. Nima ish qilamiz? Aytganman oldin ham. Yana bitta aytavering. Televideniyada ishlash Bo'ldi, niyatim bor. ishlaymiz-da inshaalloh televideniyada. Muxbirlik qilamiz-a? Boshlovchilik qilmoqchiman. Sanjar akam bilan ishlamoqchiman. Niyat qilib turibman. Bo'ldi, tayyorlikni qiling. Uning uchun nima qilish kerak? O'qish kerak. Ko'p bilim kitob olish o'qish kerak. Hozir kanikuldaman. Shuning uchun kanikulda kayfiyatimiz zo'r qilib o'tiribman. Qarang, ziyoratni qisqasi yaxshi. Sizni ko'rdik, xursand bo'ldik. Yana ko'p akalaringlar borib birga keladigan, bugun ishlari chiqib qolib kelishmadi. Alohida kelamiz. Siz kitoblarni tezroq o'qib, tezroq mutolaani chiqarib tursangiz, inshaalloh keyin qolganini gaplashamiz-a. Xo'p. Endi qarang. Endi atay kelib qoldik-da, foydalanib ketaylik. Tengdoshlaringizga, mana kameraga qarab, tengdoshlaringizga 12 og'iz so'z. Hayit munosabati bilan, kayfiyatlar bilan, ne'matlar, ne'matni qadrlash, o'ta ko'p narsani biladi-da bu bola aka. To'g'risini aytsam, bilim olishni, ilm olishni iltimos qilib qolardim va ko'p bolalarni ko'rganman. Futbolni deb, futbol o'yinini deb uyga kirmay ko'chada kunini o'tkazadigan bolalarni ko'rganman. Ayniqsa bolalarga iltimos, futbol o'ynanglar, lekin oilani qadrlashni ham unutmasliginglarni iltimos qilib qolardim. Oilalarini qadrlashlik, oilalar, onalar biz uchun
mehribon inson bo'ladi. Shuning uchun qadrlilar deb qolardim. Chunki hozir futbol o'ynab, futbol qadrlaydigan insonlar ko'p, futbol qadrlaydigan bolalar ko'payib ketdi. Futbol yaxshi narsa, yomon narsa emas, lekin ko'chada yuraman deb oilada ham unutib qo'ymanglar. Bu gapni negativ demanglar. Bolalar, tushuninglar. Bu gap negativ uchun yoki muxlis orttirish uchun emas. Просто bu oddiy gap emas, imtihonli gap. Bu hayotga biz o'zi imtihonga kelganmiz, to'g'rimi? Imtihon bu gaplar. Xo'p, mana oxirgi so'rab qo'yaylik. Oxirgi savol. Mana 16, 15, 13 yashar bolalar, mana shularda hayotdagi eng katta vazifalari nima? 10 yoshli, 12 yoshli bolalar kasb tanlash kerak, kasb bo'yicha ishlash kerak. Agar kasb bo'yicha ishlamasa, bo'ldi. U bola ishlashni xohlamayapti, u inson ishlashni xohlamayapti. Normalniy ish bo'lsa, normalniy kasb bo'lsa ishlab ketaveradi. Atak bilim olish kerak-da. O'qish kerak, davay. Bugun hayit kayfiyatlarni tushirmaymiz. Hayit bayramini zo'r o'tkazamiz. Hayitinglar yana bir bor muborak bo'lsin. Sizlarga ham Alloh taolo xursand qilsin. Har hayitda ko'rish turishlikni Alloh taolo nasib qilsin. Endi bizga bitta duo qilib berasiz. Ilohi amin. Kelganinglar uchun rahmat. Tanjoninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Barcha orzularga yetisha olmagan insonlar shu yil yetishsin, ishlarga katta ishlarga joylashib ketsin. Sizlarni ham boshlagan ishlarni Allohim xayrli qilsin. Alloh akbar. Madali qori, hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Molarni mana shu yerga qo'yib beraylikchi. Oldin ko'rishaylik. Madali yaxshimisiz? Rahmat aka. Sog'lig'ingiz? Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Assalomu alaykum. Qandaysiz uka? Yaxshi. Tuzimsiz? Shuti aka. Hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Vladimir aka. Ya hayitlarni yaxshi kutib oldingizmi? Alloh xursand qilsin sizni. Alloh xursand qilsin aka. Ha, biz sizni ziyorat qilib ketaylik deb keldik-da. Biz sizni nima deymiz, bilasizmi? Muhammad Ali el uchun fondining a'zosi deymiz. Shuning uchun xabar olib turamiz-da sizni. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi aka. Hayitlarni qanday kutib oldingiz? Zo'r aka. Hayitingiz qutlug' bo'lsin, Muhammad Ali. Vladimir aka. Siz hamma akalaringiz bilan hayit bilan tabriklagani keldik. Xursandmisiz? Xursandman aka.